Assalomu alaykum barchaga. Bugun shanba kuni 6-dekabr uzoq kutilgan injenerlik hakatonimizni o'tkazdik. Mana kechgacha qolib ketdik hakaton bilan va mani oldimdagi mana bu juda ham nozikkina ko'ringan ko'prik chempion bo'ldi. Buni Robert maktabidan kelgan bolalar yasashgan va juda ham katta fizik tamoyillariga asoslanib yasalgan ko'prik ekan. Topingchi bu ko'prik qancha yuk ko'tardi? Aynan mana shu nozikkina ko'ringan ko'prigimiz 5 kiloga yaqin yuk ko'tardi. Buni o'zi ham ko'rinib turibdiki, yoshlarimiz juda ham ilmga chanqoq, o'rganishga chanqoq va biz ularga shunday bir rag'batlar yaratib berayotganimizdan xursandmiz va bugungi qatnashgan hamma bolajonlarimizga, hamma guruhlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va keyingi kollaboratsiyalarda ularni yana kutib qolamiz. Keyingi o'qishlariga omad tilaymiz.